Xudo xolasa mana gaz yurtdoshlar displey ham keldi. Mana tushirib olishyapti usta bolalar. Akfachalar qo'yilibdi managa. 3 ta 5 ta akfa bu. Tipi 3 ta, pastga 2 ta. Xudo xolasa balandligi ancha zo'r bo'libdi. Ko'rsatmasa. Ihson qilib shuncha paddashga qilib turibsizlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Birlaringizga ming bersin. Yerasan girdiga uriladi. Keletlar tutolmas. Shule. Davay. Qani ha. Hop. Hop, bal hop. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Qanday masala? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana ikkita yetmay qolib olib keldik. Patologga. Patolog emas. Polga. Polga deganim patologga dedi. Charchamayapsizlarmi ha? Men charchayman. O'zgarishlar katta ekan, ha? O'zgarish bo'libdi, zo'r. Boshlang qani endi xonadoningizga. 2 tashkaliga. Yangiliklarni ko'rsataylik-da, xudo xolasa. Mana hammasi bo'lgan. Yashasin. Bu strapilalar nima edi? Ha? Bu strapilalar shifergami? Shiferga. O, lisensiyalar ham zo'r-ku, lisensiya. Zinapoya. Xudo xolasa mana-ki, aziz yurtdoshlar, o'zi pollarni ham bo'pti mana-ki. Bu yoqqa yotibsizlarmi? Ha? Ko'chib kirdinglarmi o'zi? Aha. Qani bir ikkinchi etajdan bir qaraylik ham, deydi. Qani? Qanday manzara, qanday ko'rinar ekan? Manzara chotki. Oho, akfalar ham yo'g'idan-ki. Manzara ham manzara. Faqat chang ko'rinyapti. Mana. Pagoda changlik. Shunday. Yaxshi edi, ha, havo, lekin nimadir siraz o'zgarib qoldi. Yetmay qolib olib keldik-da. Qaysiya? Mana bunga. Mana bunimiz ham bo'ldi. Mana bu yetmay qoladi. Ha, ehtiyot bo'ling. Zo'r bo'pti, xudo xolasa mana. Ikkaylaymiz. Lekin chotki bo'pti. Chotki bo'ladi. Opshi nechta xona bo'lib? 4 ta xonami? 4 ta. 2 ta pastga, 2 ta tepadan. Zo'r bo'pti lekin ana. Chiroyli zo'r bo'ladi. Ha. Derazalarimiz bo'ldi. Qo'yib bo'ldi. Toshkentdan Bahodir aka jo'natdilar derazalarni. Toshkentdan Bahodir akamiz jo'natgan deraza mana. Bugun o'zlari ko'rib xursand bo'ladilar. Ha, jonlar sog' bo'lsin shu Bahodir akani ham. Keyin Mansur akamizni, Mansur akamiz bor, Ubay ukamiz bor. Ubayjon akamiz bo'lar. Katta ihsonlarni, juda katta ihsonlarni qilishdi. Podpischilarimiz mana shuncha podpischga qilib, Allohim shuncha nima qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. shunday bo'lsin. Shu nima niyatga ihson qilishayotgan bo'lsa, ihsonlarni o'zi Alloh o'zi qabul qilgan bo'lsin. Shunday bo'lsin. Podpischilar bor, biza bor-da. Shunday. Ular bo'lmasa uy bo'larmi? Ha. Lekin bitta bo'ldi, ha, mahallangizga. Ha, mahallami? Endi otash olamiz, Otabek boymi? Otash boymi? Bo'lmaydi. Ha. Shu olov nomay qolaversin, ha? Olovda shu. O'chmasa bo'ldi olov. Olov o'chmaydi, so'nmaydi. O'chmasin, so'lmasin. Ishga yuraversin. Jaraqlab. Kambag'allik uyini qurursin degan Otabek degan. Shunday deb yaralganmiz. Ha, xudo xolasa bundan zo'r loyihalar qilinadi. Yurtdoshlar shuncha paddishga qilib turibdi. Oz uylarni qurdikmi? Unda bir opshi sanasa bir nechtalar loyiha bo'ldi? Ancha bo'ldi, ha, bir Mana ko'p. 20 tadan o'tganmi? Men 100 taga borgan. Yo'q. Men nechta blogerlarni hamma mana shu Ha, blogerlar bilan ishlagan bo'lsam, Otabek Alindarni shogirdlaridan emas. Shunday. Hamma shogirdlari. Oddosh boring, bularga yordam qiling degan pilla bor edim-da. Ha. Mana endi bunday anon kunlarga kelmaydi ular, yo'qlamaydi, yo'q. Ha. Shunday bo'ladi-da o'zi. Endi hammaning dardi ichida. Ha, shunday. Dardim ichimga deydi-ku. Shunday. Nima bo'ldi teppa?
Tepa bo'lgan, tomshoq ham bo'lgan. Yo'q, qanday chiqsa bo'ladi endi bu yerdan? Bo'libdi-da. Chiqib bo'lmayaptimi? Bugun qoqaydik, hozir yomg'ir ekan ertaga. Yomg'ir deganligin, ha. Bo'laydik shepin hozir. Gilamlar taylaganmisizlar? Gilammiz aka. Gilam tashlagan ekanmisizlar tepa? Gilam bu baquvvat bo'ldi, juda zo'r bo'ldi. Gilamdan keyin sarapan taylandi, sarapandan keyin qamish. Qamishdan keyin shuvoq bo'ldi, juda zo'r bo'ldi. Juda zo'r bo'ladi. Ayollar tez zo'r bo'ladi. Bu yoqqa bitta ikki tashkalib yuborgan, yoqqa bitta ikki tashkalib yuborgan, ha. Bo'da, endi biz aylanasiya qilamiz. To'rtta burchakka ikki etajlik bo'ladi. To'rtta burchakka ikki etajli. Yashasin. Yashang. Zinapoyachalar ham zo'r bo'libdi lekin. Bitta kraskacha qilinsa, Ayn bo'ladi. Oxiri bo'ladi-da bu kraska. shunday. Shuni tushgan pula kraskalar tushamiz. Ana. Ha. Ana undan keyin ana Bu usti nima bo'ladi? Betonmi yo plitkami? beton qilamiz, beton. Xudo xolasa. Yog'och ursak chiraydi. Shunday, ha, yomg'irga chiraydi. Palovga qo'yib beton to'kib taylaymiz. Endi bu yoq balkonchada, ha. Ha, bu yozgina o'tirib, salqingina. Achchiq cho'chancha o'tirasiz. Hali o'tirishga vaqtingiz bo'lsa agar. Bo'lsa, endi bu O'shanga ham. yana bu tugasa yana ishga chiqib ketamiz. Shunday. Necha oylarlar kutib o'tiribdi. Ha, Ha, tushamiz ha. Tushdik. Layklarni bosinglar, Bosinglar. toshlik kuzatishga davom etib turinglar. Mana qoldi tayyor. Pishishga tayyor. Bu ham tayyor. Mana islom bozaman. Alo. Ha, keldimi nimalarimiz? Kigirim berdik. Ha, bo'ldimi? Infeksiyonning o'zida, ha? Bo'ldi, boramiz aka. Yo'lga chiqamiz. 5-10 minut ichida bo'lamiz. Xo'p, mana. Xo'p. Mana. Bering bojangiz pulini. Assalomu alaykum. Va alaykum salomlashaylik bozor bilan. Kelmaydi-da. Kelmaydi-da, biz pul beraveramiz. Kelmasa ham pul beraveramiz. Keyda video qilish Video kerak. Assalomu Voy. alaykum. Sizga. Mana yurtdoshlar har Vohaga assalomu alaykum. mana yurtdoshlar o'zlaring aytinglar. Faqat menga chiqib aytasizlar islom qani, islom qani. Mana o'zi. Ha, grip tekkandi-da. Bering qani bera olmaysiz. Bojamga, bojonlarimni yaxshi ko'raman. Mana. 500 ming so'm. Mana. Rahmat, rahmat. Duo qilib qo'ying. Duo qilib. Rahmat. Mana. Telpak kiyib, yechmi telpak? Tegich o'zimi? Yaxshi jonni puli ko'paysin ilohim. Shunday bo'lsin, aytganlaringiz ham. Orilla. Tonna tilla chiqaversin. Bismillahirrohmanirrohim. Eng xursand bo'lgan borki, oddash bo'ldi-da. Ha. Shunday suyunib o'zida bu. Bo'lay. Tagiganda nima ishlayapman-da? Ishlang. Ana, yurtdoshlar kelinglar. Bitta ko'rsataylik bizlarni. Video murojaatimizni o'shan ketamiz. Derazalar mana alhamdulillah o'rnatib bo'lindi. Akvachalar. Yana bitta yangilik. Bu derazani berib yuborgan akamiz, Bahodir akamiz, Alloh rozi bo'lsin. Umriga Yashasizlar. rizqiga baraka bersin. Umra safariga ketyapti ekanlar, oilaviy. Malades. Oq yo'l akajon aytdilar. Sog' salomat bo'lib keling. Sog' salomat. Bizlarga ham duo qilib qo'ying. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Shunday bo'lsin. Borib, hozir yo'lga kecha menga rasm tashladi, Otabekjon ketyapman, samolyotga o'tiryapmiz mana deb. Aeroportdan rasm tushirgan ekanda, tashlagan ekan. Borsam haqlaringizga, hammalaringiz haqlaringizga duo qilib qo'yaman. Yashang. deb aytdilar. Inshaalloh dedim, bizani ham duo qiling, bizani ham chaqirsin. Shunday muqaddas joylarga bizani ham deb aytib qo'ydim, duo qilaman dedim. Aziz do'stlar, mana nimani olib keldik. Unga 810 ming so'm berdik, ha? 50 ming so'm nimaga berdik? Taksiga berdik, 860 ming so'm, 200 ming so'm anaga berdik. Kraskaga 1 million qancha? Peda. Hozir 10 qancha qoldi hozir? 1 million 140 ming qoldi mana. Ana. Ko'p berib Ana Shirka aka, qayerga ketdi? Nelar, nondosh? Millat edi.
Bo'ldi, aziz do'stlar, like'larni bosinglar. Keyin hozir buni yurtdoshlarimiz tashlagan pulga olib keldik aziz do'stlar. Sberbankka tashlagan 8000 rubl hozir yechib oldik. O'sha tashlagan insonlar bir qator o'qib eshitib ketamiz. Keling Muz aka. Ya kelavering. Keleva, mayli. Ichgan bo'lsang ham endi mayli. Sen ichmasang tura olmaysan, nosing ham bo'lamiz. Men chakkansan. Assalomu alaykum. Noslar. Og'zingni ochmay gapir. Mana. Xursandmisan? Bugun Xursandmisiz? nechta bo'ladi ertalabgacha yana? Shamsiddin Zokirovich 100 rubl, Allayor G'ulomovli 100 rubl, Akrom Amonovich 1000, Mavjuda Ergashevna 50, Davron Ravshanovich 25, Bahodir Nasullayevich 400, Qizilgul Jaferovna 150, Nasrullo Abduganiyevich 24, Furqat Botirovich 100, Bekmurod Beknazarovich 100, Bekmurod Beknazarovich 100, Olambek Davronbekovich 100, Abduhamidovich 100, Sherzod Abduhoshimovli 200, Hoshimboy Qosimboyevich 51, Orifjon Tog'aynazarovich 50, Otabekjon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin debdilar Orifjon aka. Rahmat Orifjon aka. Abdurahmon Abdukodirovich 100, Hasanjon Olimjonovich 1000 rubl tashlabdilar. Tojikistondan salom hammaga. Dollar boboga salom debdilar Hasanjon akamiz. Ulama Hasanjon akaga. Alaykum assalom. Sog' bo'ling, omadingizni bersin Alloh. Abdurahim Ibragimovich 100, Orifjon Tog'aynazarovich 17, Orifjon Tog'aynazarovich 33, Orifjon Tog'aynazarovich 33, Tojikistondan dollar boboga salom debdilar. Salomat bo'ling. Orifjon Tog'aynazarovich 33, Tojikiston dollar boboga salom. Orifjon Tog'aynazarovich 33, Mironshoh Akmalovli 300, Maftuna Shonazar qizi 200, Ulug'bek Sayfullayevich 100, Sunatullo Abrayevich 1000, Ulug'bek Rajabovich 100, Farhodjon Abdurahmonovich 120, Ahmadjon Nurmatovich 200, Riyosiddin Ro'zimurodovli 200, Annorxol Kenjayevna 500, Aziz Uzoqovich 200, Baxtiyor Qovulovich 100, Aziz Qozokboyevich 161, Nargiza Amadjonovna 100, Baxtiyor Bahodirovich 120, Jamshid Allayorovich 100, Asqar Abdurashidovich 200, Nargiza Abdujaparovna 100 rubl pul tashlaganda bo'ldi aziz do'stlar. Mana shu pul 8000 rubl pul bo'lgan. Olib kishi mana shu ihson qiladiganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ro'za Ramazon oylarida qiladigan insonlaringizni Alloh taolo o'zi dargohiga qabul qilsin jigarlar. Like'larni bosib kuzatinglar. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Alo. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana nimadaman? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana 1,5 million hadya qilishdi. Ilim joni sog' salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing. Ilim hech kimdan kam bo'lmang. Dollar bobo bilan Otabek boki Alandar ilim sog' salomat yursin. Otash alovam boki sog' salomat yursin. Dunyo turguncha turinglar. Subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh. Ayting, Maqsud aka, sizga ham boki kattadan katta rahmat. Ilim sog' salomat yuringlar. Ilim balalaringizni huzurini ko'ring, bola chaqangizni huzurini ko'ring. Nima niyat qilsam niyatingizga yeting. Inshaalloh. Subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban. Sizga kiravering Maqsudjon. Omad hamisha sizga yor bo'lsin. Ilim 100 ga kiring. Bergan ihsoningizga boki rozi bo'ling. Shunday. Shevka aka. Bo'ldi duoga oching. Ayting, duo qiling Maqsudjon. Duo qiling-da endi, ye. Aytingmi? Amin. Mana shu akamizga ham rahmat kattakon. Nima niyat qilganmiz, ana niyatlariga yetsin. Amin. Hammamizga yordam qilganlarga uy bersin, o'tganlari to'yiga kelsin. Amin. Shu nima deymiz? Nima bo'lganlari shuda. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, bo'lsinlar. salomat bo'lsinlar. Amin. Allohu akbar. Siz yoqda gazini bosaring, biz bu yoqda gazini bosamiz. Deysizmi aka? Urra! Bo'ldi, olib kirib bosaveringlar. Kraska olib beringlar. Bizlar murojaatga ketamiz. Oldin kraska.
Otasan endi Rafikul kanalida chiqadi. Islom oxirigacha orasini qo'yasiz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Biza